Ustozlarga katta imtiyozlar taqdim etilmoqda. Bu videoni har bir o'qituvchi ko'rishi kerak. Videoni oxirigacha ko'rib olsangiz, bu imtiyozlarning qaysidir biri sizga tushib qolishi aniq. Endi 15 yillik tajribaga ega oliy toifali pedagoglar uy sotib olmoqchi bo'lsa, ipotekaning 25% davlat tomonidan qoplab beriladi. Agarda o'qituvchining farzandi oliy ta'lim muassasasiga kontrakt asosida o'qishga kiradigan bo'lsa, kontrakt miqdorining 30% ga chegirma taqdim etiladi. Agarda Samarqand, Buxoroni aylanmoqchi bo'lsangiz, top maktab, top bog'cha, top texnikum pedagogi bo'lsangiz, ichki turizmda ham sizga anchagina imtiyozlar mavjud. Yangi ta'lim texnologiyalarini keng qo'llash uchun kompyuter xarid qilmoqchi bo'lsangiz 10 million so'mgacha, top 300 talik universitetga kirgan pedagoglarga 20 ming dollargacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Endi barcha davlat xizmatlariga to'lov o'qituvchilar uchun 2 barobarga arzonlashadi. Ko'proq pul topmoqchi bo'lgan o'qituvchilar uchun ham yangiligimiz bor. Endi boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham boshqa fan o'qituvchilaridek milliy sertifikatga ega bo'lishsa, ularga 15% gacha ustama belgilanadi. Shuningdek, imtiyozli diplom yoki magistratura bosqichini tamomlagan maktab o'qituvchilariga tegishli tarzda toifalari ko'tariladi. Ushbu videoni davri kelgan o'qituvchilarga jo'natib qo'ying. Endi menimcha hamma o'qituvchi bo'lsammi deb o'ylab qolsa kerak. Ular bunga 100% ga arziydi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.